Speaking imtihonda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri bu much, many va a lot of'ni adashtirish. Keling buni bir daqiqada tushunib olamiz. Birinchisi many. Many sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan ishlatilinadi. Masalan, I have many friends. Mening ko'p do'stlarim bor. Ikkinchisi much. Much sanaladigan otlar bilan ishlatilinadi. Masalan, I don't have much time. Menda ko'p vaqt yo'q. Uchinchisi a lot of. A lot of ham sanaladigan, ham sanalmaydigan otlar bilan ishlatilinadi. Masalan, I have a lot of books. Menda juda ko'p kitoblar bor. I drink a lot of water. Men juda ko'p suv ichaman. Demak, eslab qoling. Many countable nouns, much uncountable nouns, a lot of ikkalasida ham ishlatilinadi. Bu farqni bilish ayniqsa speaking imtihonlarda grammatik xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Shunday ingliz tilida foydali grammatikalarni o'rganishni istasangiz, bizga obuna bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.